Jizzax viloyati Sharaf Rashidov tumani G'ozontepa MFIda Biznesni rivojlantirish banki tomonidan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida bir xil mahsulot ekib daromad olishni yo'lga qo'yish tashkil etish bo'yicha loyiha 2906-3376 konturlardagi jami 10 gektar yer maydonida amalga oshirish belgilangan. Agregator sifatida yosh serhosil bog'lari fermer xo'jaligi tanlangan. Mazkur maydonlar poliz va boshqa ekinlar uchun belgilangan bo'lib, bugungi kunda kartoshka yetishtirish uchun kartoshka ekilgan. Ekiladigan vaqti 2025-yil 15-aprel. Hosilni yig'ishtirib olish vaqti 2025-yil 1-oktyabrgacha yig'ib olish rejalashtirilgan. Dehqon xo'jaliklariga agrotexnik ishlarni amalga oshirishda agronom sifatida X. Eshonqulov belgilangan. Ushbu yer maydonlarida jami 30 ta dehqon xo'jaliklari faoliyat ko'rsatmoqda. Ekiladigan ekinlarda agrotexnik tadbirlar asosida amalga oshirilmoqda. Kasallik va hasharotlarga qarshi agronom bilan maslahatlashgan holda amalda ishlar olib borilmoqda.